Nega odamlar bizni bunaqa kam ichadi? Axir kuniga atiga 2 litr kerak xolos. Baribir bizni tanlashmaydi. Lekin bizlarni har kuni ichishadi. Shunchalik ko'p ichishadki, kuniga necha litr ichishayotganini o'zlari ham sezishmaydi. Hey! Men bananman, kaliga boyman, mushaklaringizga kuch beraman va charchoqqa yo'q deyman. Salom. Men olmaman. Hazmni yaxshilayman. Yurak salomatligini qo'llab-quvvatlayman va tanaga foydali tolalar beraman. Hey! Men anorman. Tanani himoya qilaman, qon aylanishini yaxshilayman va tanani kuchli qilaman. Men bananman. Stolingiz ustida nobud bo'lyapman. Meni boshqa mevalardan ajratib va poyalarimni selofan bilan o'rab qo'y. Shunda yana bir hafta ko'proq chidayman. Biz yangi ko'katlarmiz. Selofan paketda bir necha kunda nobud bo'lamiz. Poyalarimizni kesib, gul kabi suvli bankaga solib qo'y. Biz qulupnaymiz. Bir necha kunda mog'orlab qolamiz. Uyga kelishing bilan bizni 1 ulush sirka va 3 ulush suv aralashmasida yuv. Men shakarman, husnbuzarning eng yaqin do'stiman. Men teringizga insulin yuborib, yog' ishlab chiqarishni ko'paytirish orqali husnbuzarlarning o'sishiga yordam beraman. Men kir telefonman, husnbuzarlarning eng yaqin do'stiman. Bakteriya va yog'larni to'g'ridan-to'g'ri yuzingga o'tkazish orqali husnbuzar ko'payishiga yordam beraman. Men terman, husnbuzarlarning eng yaqin do'stiman. Mashg'ulotlardan keyin yuvib tashlanmasam, poralarni to'sib qo'yib, husnbuzar paydo bo'lishiga yordam beraman. Men chiya urug'iman. Suv bilan aralashsam seni soatlab to'q tutaman. Yuragingni qo'llab-quvvatlayman, ichaklaringni tozalayman va suyaklaringni mustahkamlayman. Men qovoq urug'iman. Har bir luqmamda ruh, magniy va oqsil bor. Immunitetingni kuchaytiraman. Asaplaring va mushaklaringni qo'llab-quvvatlayman. Men kunjutman. Suyaklar uchun kalsiy, qon uchun temir, yoshlikni saqlash uchun antioksidantlarga boyman. Kichkina bo'lsam ham juda muhimman. Men limonman. Agar siz meni ertalab 1 stakan suv va ozgina asal bilan birga iste'mol qilsangiz, immun tizimini mustahkamlayman va organizmni qo'llab-quvvatlayman. Men ko'k choyman. Agar meni ertalab ichsangiz, qorindagi yog'ni kamaytirishga va ichaklar salomatligini yaxshilashga yordam beraman. Men iliq suvman. Agar siz kuningizni men bilan boshlasangiz, ovqat hazm qilish tizimini mustahkamlayman va organizmdan toksinlarni chiqarib yuboradi. Men buyrakman. Sen kofe, energetik, kola ichasan-u, lekin suv ichmasligingni yomon ko'raman. Men yurakman. Sening doimiy stressda yurishingni va hammasi joyida deganingni yomon ko'raman. Men o'pkaman. Sen chekib turib va keyin nega nafas olish qiyin deb so'rashingni yomon ko'raman. Men miyaman. Sen bor yo'g'i 4 soat uxlab, mendan mo'jiza kutishingni yomon ko'raman. 400 gradus! Aqldan ozganmisan? Sen sochingni tekislamayapsan, sen uni kuydiryapsan. Nima qilyapsan? To'xta. Ho'l sochlar cho'ziladi va uziladi. Sen uni yulib olyapsan. Bunday qilma. Meni ustimda shunday uxlamoqchimisan? Ho'l soch bilan, a? Ho'l soch nozik bo'ladi. U yoqdan bu yoqqa ag'daringda ishqalanish uni sindiradi. Men qon dog'iman. Odamlar meni ko'rsa darrov vahimaga tushishadi. Issiq suv meni yanada qotirib yuboradi, ammo sovuq suv va ichimlik sodasi meni yo'q qiladi. Men choy va kofe dog'iman. Juda ham o'jarman. Bu yerda abadiy qolib ketaman deb o'ylayman. Lekin tish pastasi meni xuddi hech qachon bo'lmagandek osonlikcha ketkizib yuboradi. Men siyoh dog'iman. O'zimning o'chmasligim bilan maqtanaman. Lekin qo'l antiseptigi bu mening zaif tomonim. Yo'q, bo'lishi mumkin emas.